talablariga binoan chiroyli qo'shiq. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidvorligingiz g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon Aşkta taptım, lekin topmadım. Ok ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gulsizlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim. Yo'qolmanak menga bag'ri toj keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimdan, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. O'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray, bir chekkaga surib qo'ying dunyoni, farzand bo'lib yoningizda g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim onalarning poyida bo'lsa, jannat onalarining poyida bo'lsa, yomonlik tilarmi o'z bolasiga? Onani bilmagan xor bo'lar bir kun, zor bo'lib sochining bir tonasiga. Onadek buyuk zot dunyoda yo'qdir, hech qachon yog'masin minnat tanalar. Onani ranjitgan kim bo'lar axir? Siz dunyo turguncha turing onalar. Do'stlar onalarning bilaylik qadrin, ikki dunyo gavhari bo'lmay chilparchin. Vaqtimizga onajonlarimiz hamisha omon bo'lsinlar. Yana bir bora onajonimizni barcha yaqinlar nomidan muborakbod etamiz, tabriklaymiz. Endi quvonchli lahzalarda raqsga tushmoqlik ham bizga albatta yanada quvonch ulashadi. Shu boisdan onajonimiz Zuhra onajonimizni hamda yaqinlarini raqsga taklif etamiz. Ayni jarayonda ham biz uchun eng aziz bo'lgan onajonlarimizni madh etuvchi go'zal taronani taqdim etamiz. Marhamat. Onajon keling, Zuhra onajonimiz keling. Ona biz uchun shundayin buyuk zotki, uning ta'rifiga ortiqcha so'zning hojati yo'q. Uning mehri bizga shu qadar buyukki,
uni ta'riflamoqlikka o'zi aslida bor dunyoning ne'matlari ham kamlik qiladi. Onaning birgina allasi bizning butun vujudimizda, murg'akkina qalbimizga jon bo'lgan eng ajoyib qo'shiqki, biz bu qo'shiqni so'zlarini hech qachon unuta olmaymiz va uni bor dunyoning boyliklariga ham almashtirmaymiz. Farzandlar nomidan ushbu so'zlarni aytgim keladi. Allasiga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona turman dardman dunyoni, bir tomchi yosh ila yoshlansa ko'zi. Terib qo'ysang mingta shoirni, she'rlarini baland tog'ning toqiga, 10 mingta majnun nima bo'libdi, arzimas sochining bitta oqiga. Bilsam yerdagi tirik farishta-ku onam, aslida mehrdan bunyod bo'libman. Nurdayin pok, oppoq kabi onam, men esa oq kabi izlab yuribman. Shirk emas, kechirsin Xudoyim o'zi. Men onamni ham tavob qilaman, boshidan o'g'irib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal ko'raman. Rosti gap, o't olib ketar dunyoni, men onamni sog'inib yig'lasam agar, zo'rman degan insonlar bir tinga qimmat onasin duosi olmasa agar. Onalar duosida jannat, sakinat bor azizlar. Onajon muborak bo'lsin. Siz uchun doimo duoyingizni olish uchun yashayotgan farzandlarni, yaqinlarni bir chiroyli duo qilib qo'yasiz va ayni damda ko'ngil kechinmalaringizni ham biz bilan birgalikda o'rtoqlashasiz. Taassurotlar albatta barchaga qiziq. Marhamat onajon. Avvalambor hammalar xush kelibsizlar. Sizlarni ham mana shunday yaxshi kunlaringizni 100 yilgacha nishonlab yuraylik iloyim. Rahmat qizlarim, men qizlarimdan faxrlanaman. Har bitta omadi bularni men uchun baxt. Bular ham meni qanday hurmat izzat qilibdi, bularni farzandi ham mana shunday hurmat izzatga arziqsin. Hoji onalar bilsinlar iloyim, hurmat izzatlik bilsinlar iloyim. Rahmat bachalarim. Xursandmisiz? Albatta men qizlarimdan faxrlanaman. Hech qachon o'ksinmaganman o'g'lim yo'q deb. Uchala qizim ham 3 ta o'g'ilday, Xudoga ming qatla shukr. Xudo bularni baxtini bersin, omadini bersin, bularni huzur halovatini ko'rishlik menga nasib aylasin. Ana shu bachalarimni ham 100 yilligini farzandlari nishonlab ana shunday hurmat izzatlar qilib yursinlar iloyim. Kelganlaringizga ming rahmat. Xush kelibsizlar. Sizlarni ham faqat yaxshi kunlaringizni ana shunday nishonlaylik. Rahmat. Sizlarni ham xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Tashakkur qilamiz. Onajon ketmaysiz endi. Tug'ilgan kunda o'zi odatga aylangan, uni ramzi ham bor-da. Unga o'tishdan oldin ta'kidlab o'tmoqchiman. Hali bizda bir ajoyib so'z bor-ku, men o'g'ilga alishmasman qizlarimni degan. Aynan ushbu so'zlar onajonimizning qizlariga taalluqli desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Yaxshi bo'lsa, o'g'il bo'lar, kuyovlarim degan joyi ham bor. Albatta, kuyovlari o'g'il qatori, nabira-abiralar quvonchi bilan bugun onajonimiz eng baxtiyor insonlar. Ana endi tug'ilgan kunning ramzi bo'lgan ajoyib shirinlik, tug'ilgan kun tortini olib kelasiz onajonimiz. Albatta yaxshi niyatlar, chiroyli tilaklar bilan tug'ilgan kunni yaqinlar davrasida quvonch va shodliklariga to'liq holatda birgalikda qarshi oladilar. Bizning esa niyatimiz o'sha eng xolis onajonimizni 100 yoshlarida ham birga ko'rishmoqlikni, davra qurmoqlik vaqtini Allohim bizga nasib aylasin. Azizlar, albatta biz sizning ham tug'ilgan kuningizni, yaxshi kuningizda ishtirok etamiz va albatta sizni ham mana shunday quvonchingizga quvonch qo'shmoqlikka harakat qilamiz. Hozir esa barchamiz Zuhra onajonimizni bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni, oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni, bo'lisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni
Mana azizlar, bugun yana bir onajonimizni xursand ayladik. Tavallud oqshomlari bilan muborakbod etdik, tabrikladik, qutladik. O'ylaymizki, bugungi onajon tabrigi sizga ham manzur bo'ldi. Keyingi navbatda biz sizning xonadoningizda mehmon bo'lamiz va albatta siz ham eng yaqin insoningizni yaxshi kunlarida xursand aylamoqligingiz bemalol mumkin bo'ladi. Bizga murojaat qilasiz va biz sizning yaxshi kuningizni eng a'lo darajada o'tmoqligida yordamlashamiz, ko'makdosh bo'lamiz. Diydor qadar salomat bo'ling azizlar.